Oshna, xullas bu oy daromad zo'r bo'ldi. Shunga senga bitta xizmat bor. Bo'ldi, nima xizmat? Shu oy topgan daromadimdan ataganim bor edi oshna. Ashunga bitta qiynalgan oila topib berasan, senga xizmat shu oshna. Lekin debman oshna, bo'ldi topamiz. O'rta yaxshimisan? Ey oshna, yaxshimisan? Zo'r tura olmadim. Yo'q, bemalol. Do'stim, sen ham tuzaymisan? Ke o'rta o'tir. Hop. Muncha kamnamosan o'rta, ishlaring yaxshimi? Bo'lyaptimi? Men kamnamo bo'laman oshna. Ishlarim yaxshi, yuribman, Xudoga shukr. Do'stim, qanday sanlarga muammoyim bor deb aytaman. Mayli, hammasi yaxshi deyman-da. Aldayapsan o'rtoq. Bilib turibman muammoying borligini. O'rta, hozirgi atagan pulingni ber. Hop, mayli oshna, tinchlikmi? Xo'p deb beraversen-chi. Hop, oshna. Oshna, mana pulni ol, ishlaringni bitir. Oshna qanaqa qilib olaman sanlardan? O'rta bo'lsin. Bo'lsin-chi, o'rta. Buni qachon qaytaraman oshna? Qarz bas bu. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Ha, manadan aka mashinangiz urib olgan. Aka, xo'p desiz, ozgina muhlat bersiz. O'zim taksichilik qilaman aka. Ro'zg'orda amallab mash taksilikda aka, eplayman. Iloji bo'lsa ozgina muhlat bering. Qilib beraman aka, qochib ketish niyatim yo'q aka. Xo'p aka, rahmat. Sog' bo'ling aka. O'rta, rossa pul zarur. Qattan bilding? Ichim o'qidingmi o'rta? Tushunaman o'rta, ishlaringni hal qilgin. Rahmat. Yaxshi ham sizlar borsizlar o'rta. Sog' bo'lgin o'rta. Borliging yaxshi.